Shunaqa holat bo'ldi. Yosh oila bizga murojaat qilishdi. Ginekologga, urologlardan maslahat olishga, lisheyniyalar qilishgan. Ancha yildan bir farzandsizlik bularni qiynab kelgani uchun parazitlardandir degan shubha gumon bilan bizda lisheyni olib ketishuvdi. Bunga ham bir 2-3 oy bo'lib qoldi. Yaqinda shu lisheyniyalardan keyin ularga ozgina bo'lsa ham bizani sababchi bo'lganimiz bilan farzandsizlik holatlaridan qutulganini, ayoli homiladorligidan suyunchi olgani telefon qilibdi. Biz 3 kun mobaynida lecheniyalar qilib berdik va kerakli rezultatni olishdi. Faqatgina bizda yordam tariqasida biz yordam berishimiz mumkin. Kerakli vitaminlar so'rilmayotgandir, balki shu ayolda yoki turmush o'rtog'ida. Shunaqa holatlar uzoq paytdan cho'zilishi oqibatida ham farzandsizlik chetga surilib qolishi holatlari kuzatiladi. Yana bir narsani aytib o'taman, faqat parazitologiya emas, o'sha ginekologlar, urologlar tahlillaridan keyin, lecheniyalardan keyin bizga murojaat qilsanglar, balki parazitlar sababchi bo'lib turgandir bu narsaga. Shuning uchun biz Nargis klinikamizga kelishinglarni tavsiya qilaman.